Arzu için tarışatqa ayolning 7-8 kunlik vlogini olib keldim. Unda qolsa cho'qim yurak besib oxirgacha ko'rishning madad so'zlarini yozib qo'yishni unutib qolmanglar. Mayqini yaqin yuraklaringiz sal azib qavatudi. Bunda qisqalama vloglarni ishlab vaqt chiqarib bo'lmaydigan ish oldirishchilikning ichidan vaqt chiqarib malani tatib qo'yapman bunda qilib juma. Endi bizmi bir tirishayotgan oilam degan bir mas'uliyatni ustimizga ilib turib, go'zal kelgusimiz uchun qadam ilayotgan japadan qasmay mana shunday japat bo'lsa, yana tirishib ketayotgan bir yoshlarning o'zgisi bo'la olamiz deb o'ylayman. Endi bir aktiv energiya bo'la olaydi-ku. Nurg'ulg'an yoshlarni ko'ryapmiz, chekib u yerda o'ynab, kulib, bani chechib, mislar yurayotgan yoshlar bor. Lekin endi mana bu yillar chiqib bo'lamizmi? Qiyinchiliklardan chiqib bosh aymay tirishib turmushlarini turmush qilib ketayotgan ayollarmi bor. Siqilib bu jon tekshi emas shundoq, lekin tirishgan odam yerda qolmaydi deb, endi bizmi tirishib ketyapmiz. Akşam to'ydan keyin bilan shu uyda yotgan to'xtadim-ku. Aningni aytgan qoplam yo'lishimga men mallarni qarashib qilib berayotgandan keyin Jag'istayda olib qo'ygan kirimlarim bor deyish, Jag'istayga mayda bilan balamni ilib, Jag'istayga do'konim bilan chiqib oldim. Do'konga chiqib bilan mana xaridorlar keyin keldi. Xaridorlarning talablari bo'yicha, ularning yoqtirishi bo'yicha mustaq kirimdan chashbozlar loyihalab chiroyli qilayotgandan keyin qarasam, Appam alaydan tamoqlarni mana bizga isitib, suv bir narsani olib kelibdi, ularni yeyib, uy berib bir uxlab qolgandan keyin, oqshom to'y berib charchab ketmamiz. Shu uy berib bir uxlab olib, ananga do'konga kelib yana garam qildim. Shundan soatmi bir bade tamoqni pishdi dedi appam. Bugun kechda qonab qolmoqchi, chunki aytis qilgan kirimlarim bir qadar jiq emasmi. Shuning bilan uyga yenib kelsak, ma balam dadamning ketaman, dadam yolg'iz qoldi deb bek mehribon jumu bu. Buni aldab saldab oxiri shuninglar cho'ng'idlam yetib qoldik. Kunda sahar 5 lam deb qopilgan men bugun sahar 8 deb qopdim deyman. Bugun men qilgan bir to'ygarim bor deyishini bilan bildirib qopay deblam. Mana to'ygarim ketadigan narsalarni to'y kuniga bu narsalarni eplam do'konga keldim. Külle acayip pek ısıvatıdı cümle ısıqa bir narsa değil bulmaydı. Mav işkinci qavat üçün mu ışqıl bilmedim. Konti yani içip koysak acayip pek ısıq. Şununla toy kızım düştüğün günlere kaldırılgan buldu da kırımlıyma erip yıkıp gitmen ma ısıqda deb. Şununla buldu da başka yere dağlarım batı olanı kilanla deb koydum. Şununla bulamı kaynin keldi. Mana ma o maqsaqlarımdan mutalip boyunca özlerine xas halatda kırımlarını qıp koydum. Bular qıp boğacağım da ma toy kızımı kep diken toy kızımın talabim şişashni bir tugish arzusi bor ekan. Shuni bilan qarsam yuzlarim kichik o'zim uchun chiroyli hadashgan. Shuni bilan bayramimizdan kirimlarni qilib, to'ygunaklarni kezib, o'zdan yaxshi ko'rish bilan mana shunday qilyaptim. Bu odam shunda uchiq keldi boshqa yurtlarda, ya'ni ko'chadan bizniki shu Jag'istayga kelin bo'lib kelibdi. Baxtli bo'ling ada. Shuni bilan bu odam shunday yaxshi kirimlarni bu odam yo'lga savatgan ekan. Keyindan kelgan yana xaridorlarim bor deb, bu xaridorlarim yana kirim qilishni boshlabdi. Shunga o'xshash kirim qildirgan xaridorlar davomli ayrimxonamda oldin uchur yo'llab zakaz qilsanglar bo'ldi juma. O'sha kirim baygullari chiqib, lamishda kirimlarni qilib etib, yenib kelmay, kirimni o'zim bir qo'lliq qilmay shunga xotirjam bo'linglar. Mana kechqiribga yo'l shuni yana ketdim, qog'ini ko'raylik.